Qadrdonlarim qani biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz, kanalimiz rivoji uchun bir donagina o'z laykingizni bosib qo'yishni unutmang. Agarda bizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusida bundanda qiziqarli videolarni, sara videolarni ko'rish uchun albatta va birinchilardan xabardor bo'lish uchun qadrbaland qadrdonlarim, biz ishni boshladik. Albatta boshlashda Farg'onadan boshlaymiz. Farg'onadan bitta ajoyib texnika kelgan Don 680M ekan. Akamiz sotuvga beraman debdilar. Narxi arzongina, yili 2008-yilda ishlab chiqarilgan, kami bor, manzil Farg'onada, holati a'lo darajada turibdi texnikamizni. Xullas qadrdonlar, 90 kodi bilan 780 7080 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz qiziqqanlarga narxini $29,000 deb baholayotgan ekan. Aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi. Bu qanaqa texnika? Albatta aytib yurgan akalarimiz yaxshigina tushunadi. Qadrdonlarim, kommentariyalarda New Holland texnikalaridan ham chiqarib turgun ukam deb yozganlar anchagina ekan. Albatta akalarimiz iltimosga binoan balonlari 100% yangi bo'lgan, 4 ta balon qo'yilgan New Holland Tel 100 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ko'rsataman, traktor srochniy sotilishi kerak ekan. 4 ta balon yangi, motor yaqinda qilindi, korobkalari yaxshi holatda turibdi, chertmaydi, umuman yaxshi holatda. Dokumentlari bor, narxini atiga $10,000, ha, noto'g'ri eshitmadingiz, $10,000 deb baholayotgan ekan. Bo'lishi kami yo'q, bo'lishi $10,000. Realniy oluvchilarga telefon raqam 88022 47 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar, 4 ta balon yangi motordan chiqqan, korobkalarga kulush tegmagan vashim zo'r texnikamizni $10,000 ga beraveramiz deb akamiz qoldiribdi. Tavsiya qilaman, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Biz davom etamiz. E'tiboringizga Toshkent viloyatidan albatta bitta texnikani ko'rsaman. Iltimos qilamiz, shu yerga bitta pauza qilib, albatta kanalimiz rivoji uchun bir donagina o'z laykingizni bosib qo'ying. Ha do'stlar, kommentariyani ochiq qoldirib, izohlarda omad so'zini qoldirib, qayerdan va qanaqa texnikalar chiqaray, albatta unisini yozib ketishingizni iltimos qilib so'raymiz. Toshkent viloyati Bo'ka tomonidan bitta ajoyib texnika kelgan, narxi 55 million ekan. Telefon raqam qoldirgan akamiz 90 kodi bilan 139 36 26, 94 kodi bilan 426 36 26. Qadrdonlarim, bu texnikamizni balonlari yangi bosilgan ekan, 100% yangi holatda. Motorlari yurib turibdi, yaxshi holatda turibdi deb akamiz qoldirgan, korobkalari yaxshi holatda turibdi. Olasiz, u maza qilmaydigan texnika deb holati yaxshi holatda turibdi deb baholayotgan ekan akamiz. Xullas, narxini 55 million so'm. Qiziqqanlarga telefon raqam aytdik, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Biz davom etamiz. Sara texnikalarni ko'rish uchun albatta bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qadrdonlarim, mini traktor, mini texnikalardan so'raganlarga bir ikkita ajoyib mini texnikalarni ko'rsaman. To'g'riroq bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. Balonlari 100% yangi bo'lgan, 2025-yilda ishlab chiqarilgan bitta ajoyib texnikamiz Belarus 311 mini texnikamiz sotuvda albatta. Atiga tur 190 soat ishlagan xolos, qo'shimcha blok frizasi bilan narxi albatta $11,300 turadi. Mana pullik holati. Qadrdonlar, ko'rishingiz mumkin. Bunga telefon raqam qoldirib qo'yamiz. Albatta 2025-yilda ishlab chiqarilgan Belarus 311 narxi $11,300 bo'lgan bu texnikamizga telefon raqam 90 kodi bilan 543 23 33. Qisqa telefon raqamlariga bemalol bog'lanib, barcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Iltimos qilamiz, bekorga bezovta qilmagan holda realniy oluvchilar aloqaga chiqishingizni so'raymiz. Belarus 311 bo'ldi e'tiboringizda va biz davom etamiz. Qadrdonlar, MTZ 422 Xullas qadrdonlar, bu texnikani men juda ham kamdan kam ko'rganman, deyarli ko'rmaganman desam ham bo'ladi. Bu texnikamiz to'g'risi meni o'zimni ham hayratda qoldirdi. Ma'lumotni eshitamiz. Rusumi MTZ 422 narxi 300 million so'm kelishamiz albatta. Holati a'lo darajada. Bog' qator orasiga zahar sepish kabinasi bor. Xullas apparat jatka, jizel. Xullas qadrdonlar, to'g'riroq men o'zim uncha tushunmadim. Manzil Andijon viloyati Jalaquduq tumanida ekan. Shu yerda bitta pauza qilamiz. Izohlarda bu qanaqa texnika va nima vazifalarni bajaradi yozib ketamiz. Men buni ko'rishda bu meni kombaynga o'xshatdim to'g'riroq. Oldi kombayn qilingan mini traktor bo'lsa kerak deb o'yladim. Xullas qadrdonlar, 88 kodi bilan 904
8282 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Iltimos, shu yerda bitta pauza qilib, shu texnikani qanaqa texnika ekanligini albatta izohlarda yozib keting. Vazifasi nimaligini. Ha, qadrdonlar, e'tiboringizda bitta ajoyib paketchikni ko'rsatib ham o'tib ketaman. Rusuma Longing LED 833F ishlab chiqarilgan 2014-yilda ishlab chiqarilgan 4 tala baloni ham yangi bosilgan holati a'lo darajada, kovush hajmi 1.8 kubalik. Motor va korobka zo'r holatda turibdi. Yurib turgan texnika holati a'lo darajada. Narxi realniy oluvchilarga 160 million so'm albatta kelishtiriladi. Yoki lizing ham bor. Xullas qadrdonlar, manzil Toshkent viloyati. Telefon raqamlari 97 333 37 16. Barter ham bor, balosi ham bor, battani ham bor. Iltimos qilamiz, realniy oluvchilar aloqaga chiqsanglar kelishtirib beradi akamiz. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldirdik. Faqatgina bekorga bezovta qilmagan holda shunaqa paketchik qidirib yurgan akalar aloqaga chiqishingizni so'raymiz. Holati a'lo darajada bo'lgan texnikamiz narxi 160 million so'm. Xo'p, qadrdonlar, bizga yana bitta ajoyib holatdagi bitta texnika kelgan. Bu Kia 1.2li sotiladi. Motor 133 turbina, yili 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgani 450 ming ekan. Xullas qadrdonlar, gaz 220 tali metan, kraskalari toza ekan, balonlari yangi bosilgan, metan gaz 220, rasxodi yo'q. Narxi realniy oluvchilarga 17 ming dollar deb akamiz baholayotgan ekan. Manzil qayerda deysizlar do'stlar, taxmin qilib ko'ringlarchi. Xo'p, aytib o'tib ketaman albatta. Manzilimiz doimgidek Andijon viloyatida. Andijon viloyatidan texnika so'rayotgan akalarimizga videoni havolasini tashab qo'yinglar. Andijondan ajoyib texnikalar faqat bizda. Qadrdonlarim, 17 ming dollar bo'lgan bu Kia 102li xullas texnikamizga telefon raqam 93 250 64 64 qisqa telefon raqamlariga bog'lanib, albatta realniy oluvchilar aloqaga chiqib kelishtirib olsanglar bo'ladi. Men esa e'tiboringizga ajoyib texnikadan bittasini ko'rsataman. Bu nima deyotganlarga gaz 31 ga 29 31 ga 029 deb ham atalishi mumkin. Kraskasi. Kraska qilingan, albatta bu 93-yilda ishlab chiqarilgan. Rangi rasmda ko'rinib turibdi. Xullas kraska qilingan. Endi bu 93-yilda ishlab chiqarilgan, urilmagan, turtilmagan joyi qolmasa kerak. Bilmadim, endi u yog'ini albatta egasidan so'rab olasizlar. Probeglar 53200 kilometr deb qoldirgan. Bilmadim, endi bu 2-3 kunlik yurib qo'ygan degan gap bo'lsa kerak, yo bo'lmasam olishdan egasi shundoqqina asrab qo'ygan. Atiga 53200 kilometr yurgan texnika bo'lishi mumkin. Ko'rinishi a'lo darajada turibdi, lekin qadrdonlar, bu atiga 53200 kilometr yurgan texnikaga o'xshayapti. Qadrdonlar, benzin, propan yuradi. Narxi 2200 kelishiladi. Telefon raqam 99462 1674. Manzil Samarqandda. Holati a'lo darajaga o'xshayapti. Aloqaga chiqishlarini tavsiya qilaman, sababi qadrdonlar, bunaqa texnikalar ajoyib texnika bo'lib chiqqan. Xo'p qadrdonlarim, Arion 630S 2017-yilda ishlab chiqarilgan bitta ajoyib texnikamizni ko'rib turibsiz. Bu albatta atiga 3000 soat ishlagan. Birinchi kruk hamma joyi zavod holatida ochilmagan. Holati a'lo darajada turibdi. Motorlariga kulush tegmagan. 4 tala baloni ham 80, 90, 100% yangi desa ham bo'ladi. Korobkalarni endi aytmasa ham bo'ladi. Realniy oladigan xaridorlar telefon qilishsin, kelishamiz. Narxi albatta 70 ming dollar. Qiziqqanlarga telefon raqam qoldirib ketamiz. Iltimos qilamiz, yana qaytaramiz. Realniy oladiganlar xaridorlar telefon qilishsin. 20 kod bilan 0999 12 qisqa telefon raqamlarini qoldirib qo'ydik. Holati a'lo darajada bo'lgan Arion 630S 2017-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 3000 soat ishlagan texnikamizni xarid qilishingiz mumkin. Albatta tavsiya qilaman, texnikaga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Va e'tiboringizda yana bitta ajoyib texnikani ko'rsataman. Max 135 sotiladi. 2002-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, a'lo darajada turibdi. Korobka yangi bo'lgan, Pepsi nasos yangi, 4 ta balon yangi qo'yilgan, ishga tayyor holatda. Telefon raqamlarini aytib o'tamiz. 33 kodi bilan 646 0083 qisqa telefon raqamlariga bog'lansanglar bo'ladi. Narxi atiga 260 million so'm. Qadri baland qadrdonlarim, videomiz ham oxirlab boryapti. Videomiz so'ngida nima ham deymiz? Iltimos qilamiz, bizga obuna bo'ling. Texnika bozorim kanalini kuzatishda davom eting. Eng sara texnikalar, eng arzonlar va hamyonbop narxdagilar albatta bizning kanalda. Iltimos qilamiz, kommentariyalarni ochiq qoldirdik. Shunchaki omad so'zini yozib
qanaqa texnikalar chiqaraylik, qayerlardan bo'lsin unisini ham yozib keting. Qadrdonlarim, kelgusida ko'rishguncha hammaga omad tilaymiz.